bola qilish kerak. Bir dona kashan olib ketadi odamlar 230 ming 300 ming so'm pul bo'lgan. Nasha qilgan. Odamzod bunday bo'lmaydi-ku. Akajon, nimaga bunday bo'ladi? Aka, Hikmat aka pul bering. Endi bilan moddiy taklifim. odamzod bunday bo'lish kerak emas-ku. Yaxshigina unday bir unaqa qilib hayotda bir odamzodni bir ikkita non olib borish kerak uyiga, basa qilish kerak, yaxshi yashash kerak. Hammada bola chaqqa bor, boshqa bor. Nimaga bunday bo'ladi? Ko'ylak olishim kerak, go'zal bo'lishim kerak. Hayot nima uchun bunday bo'lyapti? Qayerga nima qilyapti bular? Kim nimaga qarayapti, basa qilyapti? Qanday hayot unaqa bo'lyapti? Odamzod akajon uzr endi, men kechirasiz. Aka uzr, ming bor uzr. Lekin qilinglar, 1000 so'mdan akajonlar, iltimoslardan akajonlar, yordam. shunday xalq qazo beryapti, boshqa qilyapti. Nima qilish kerak? Akajon, nima qilish biz kerak? İçmezsen ishlash kerak-ku. To'g'risini aytyapman-da, men endi Kayfiyat bo'lga o'xshaydi-ya, odamzodda shunday bo'ladi-da endi. İçmang, ishlang, hammasi yaxshi bo'ladi. Ichasiz, nerv qilgandan ichasiz aka. Ziq bo'ladi odam. Bir sim, ikki sim pul topish o'zi bo'lmayapti bu yerda. Kelasiz, ketasiz, kelasiz, ketasiz. Boshqa bo'ladi, yo'q bor. Odamzod bunchalik unaqa bo'lish kerak emas-ki, ezmash kerak. Odamzodni. Ezmash kerak, odamzod.